Hammaga salom, sizlar bilan men Jack. Xush kelibsizlar meni yangi videomga. Bugungi videoda biz top 5 ta modlarni obzorni qilamiz. Sizlar video boshlashidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Qani, ketdik. 5-mod. Bu ko'rib turganinglardek mana bunaqa slot hotbar button degan mod. Buni hop mana ko'rib turibsizlar, mana bu ko'rganinglarda men qaysini mana misol to'rni bosyapman, 4-inventarga o'tyapti, to'g'rimi? 3 bossam 3 ga, 2 ni olsam 2 ga. Hop. Endi bu nega 8 gacha deyishinglar mumkin. Ba'zilar ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu ko'p speedrunnerlarga kerak bo'ladi, lekin 9 ta bo'ladi, to'g'rimi? Menda ham 9 ta, просто men 9-chisini yoqmaydi. Bu modni qayerdan olamiz deyishinglar mumkin. Meni yangi ochilgan Telegram kanalimda olishinglar mumkin. Telegram kanali esa opisiyanida bo'ladi. Endi bu video sal qisqaroq bo'lib qoldi. Bu mod va hozirlarga bir narsani ko'rsataman. Biraz sozlab oling. İşte. Ya bu tepeye çekin, tatile. Hop. Tatile. Hop. Yo, bizning top 4-modimiz esa bu test fast craft degan mod. Mana ekraningizda ham chiqdi. O'daligi ana u show buttonga o'xshab. Hop, u qanaqa deysizlar? Mana hozir inventar bitta ochaman-da, va mana bitta mana bunaqa tugmacha paydo bo'lib qoladi. Mana ko'rishinglar mumkin bosyapti. Va bu modni qaranglar mana. Buni ustida misol mana sizlar mana taxtada qildinglar, mana oldin taxtada tayoqcha yasayapsizlar va bundan ro'sa ko'p yasash kerak bo'lib qoldi. Bosib o'tiribsizlar. Lekin bosib o'tirishingiz shart emas. Bitta mana shuni bosinglar, hammasi bo'ladi. Oson va qulay va youtuberlar uchun juda ham kerak bo'ladi. Va shuning uchun qisqa bo'lib qoldi ham, men ham bilmadim. Shuning uchun qani keyingi modga ketdik. 3-mod. Bizning top 3-modimiz esa bu o'zbek tili. Hop, bu qanday qo'shilgan? Hozir menda mana inglizcha turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana dressing room, private, mana shu turibdi. Endi settings bo'limiga kirib olamiz, ya'ni sozlamalar deyiladi o'zbekchasiga. Va qaranglar, bitta pastroqqa tushamiz. Qotyapti hozir. Mana bu global resources degani bor. Shunga kirasizlar. Yerdan o'zbek tili modini qo'shasizlar. Mana hozir kiryapman. Hozir ozgina kutib turinglar. Hozir kiradi, mana shuni ozgina kutib tursanglar. Va hozir kiradi, ana kirdi. Men hozir mana bu yerga o'zbek tili modini qo'shganman, mana qo'shilib turibdi. Endi bundan chiqib mana hozir mana endi mana tillar bo'limiga o'tamiz. Va o'tganimizdan keyin pastroqqa tushsak, bu yerda o'zbek tili yo'q bo'ladi. Modni qo'shganimizdan keyin paydo bo'ladi. Mana o'zbek tili modi. Bunga bitta bossak, mana o'zbekcha bo'ladi. Mana qaranglar. Mana o'ynang. Sozlamalar, bozor. Bozorga kirib ketdim. Xullas bu top 3-mod edi. Qani bo'lsam, keyingi modga go! Ikkinchi modimiz esa bobongizning tarixida qolib ketgan telefonlardan ham ishlaydigan moddir. Bu mana bunday mod. O'zingizcha mini blokslarni qo'yishingiz mumkin. Bu shunchaki mini blokslar. Bloks xullas shunaqa. Mana bunday ikkita qurolchasi bo'ladi buni. Mana bunday narsalar bo'ladi. Mana shunday narsalar bo'ladi. Ikkita mana shunday mana ustida seki mana bunday qaranglar. Mana o'tirib, mana bunday bosib tursanglar, mana har xil qilib almashadi. Mana misol
2 ga 2. Mana uni buzsam. Hozir 4 ga 4 bo'ldi bu mana. Mana shu jihatini buzaman. Bitta bosasizlar buziladi. Mana buzildi shekilli. Ana buzildi mana. Mana buzildi ko'rdinglar, mana shu buzildi. Endi buni tenglashtirsak bo'ladi, mana qilib. Hozir 8 ga 8 qildik mana. Buni bu pikilchadan qilaman. Bundan kichikroqda. Endi yana bitta o'tirib bunday qilsanglar, bosib turasizlar mana. To'xtanglar. 2 ga 2 qilaylik. 2 ga 2 bo'ldi-da. Endi sizlar mana bunday qilib kattaroqdan qilsanglar bo'ladi. Katta bo'ldi mana. Mana o'rtacha mana tagisi. Mana kichkinasi mana tagisi. Mana shu tagisi. Mana eng kattasi mana tagisi. Eng kattasi mana. Olasizlar va mana bunday men kichkinagina uycha qildim. Ichida zo'n narsasi bilan qurdim mana. Qamamasam keyingi modga go! Birinchi mod. Va bizning top birinchi modimiz bu. Mana bunaqa PvP Crowshire degan mod. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana pluscha mana shunaqa bo'lib qo'ygan mana. Mana shunday qilib moblarni o'ldiraverasizlar va PvPda juda ham kerak bo'ladi bu. Va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar va Telegram kanalim opisaniyada bo'ladi. Hammaga xayr. Bye bye.